Assalomu alaykum aziz davlatlar, muhtaram otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, xush kelibsizlar deymiz. Bugungi mana shu oilani quvonchiga sherik bo'lib kelib o'tirgan avvalambor qadaminglarga ming-minglagan hasanotlar bo'lsin deymiz. Mana shu bugungi bizlarni oilaviy bayramlarni nishonlayotgan xonadon sohibi-yu sohibalariga bugungi ayyomlar, bugungi oilaviy bayramlar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu bugungi oqshomimizni asl sababchilari 4 tala yosh kelin-kuyov baxtli, saodatli bo'lib iloyim qo'shganlari bilan qo'sha qarishsin deymiz. Iloyim yulduzlaringizga yarashib kelajakda hamma havas qiladigan ajoyib bir juftliklar bo'lib, ajoyib bir baxtli kelin-kuyovlar bo'lishligingizni Yaratgandan chin dildan tilab qolamiz. Iloyim hammani xonadonida mana shunday yaxshi kunlar, mana shunaqa qo'shaloq kelinlar olish hammaga nasib qilsin deymiz. Akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu aka-ukachiligimiz abadiy bo'lsin deymiz. Doim mana shu topganingiz yaxshi kuningizga bo'lsin. San'atkorlar kelib doim sizni quvonchingizga sherik bo'lib yuraveraylik. Oldilaringizga yoyilgan nozik ne'matlardan yeb ichib maza qilib o'tiraverasizlar. Inshaalloh bugun ko'ngillaringizga ozgina bir iliqlik kirita olsak, albatta biz ham o'zimizni baxtli hisoblaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat.